Mana ulug' shodiyonadan yig'ilib turgan ekanmiz. Kelin-kuyovlarimiz davraga taklif qilishdan oldin men bir xalq bilan hisob-kitob qilib olishim kerak. Bu onangi eshak sikir qishloqda bolalar to'y boshlandi deguncha davron qaraganday bosib ketadigan shikaylar. Bu bolalarning ota-onasi yo'qmi yo'q to'ymatlardi. Ota-onasiga aytingizlar, onlarni jishtirasa o'zi olib borib hammasini nafsomay turib kelamayasiz sizga. Rais kim? Shuhratmi rais? Nima? Uyda ovqat yo'qmi? Kallasini do'stahanda ko'tara olmaydi. Ko'tar kallayni, ko'tar yo'q to'yamat. Mana san'atkorlarni aytdik. O'tar joyingga rais sen chaqirgan, o'tar sizga seni. Ha, mana Otabek Mo'minov menga qara. O'zi to'rtta qo'shiqda normanga o'talmaysan. Yana chilpinlaganingga o'layman. Dababishni qilib bugun ertalabgacha aytmasang, seni ham inayin o'g'amiga uraveraman inayin sizga seni. Ye? Menga qara. O'zi Toshkentdan san'atkor aytsak bo'lardi. Senga non deb chaqirdik, non bo'lsin deb chaqirdik. Yo'q, to'y emas, tushunyapsanmi, yo'qmi sen? Inangni sizga. Ha, xo'p, mayli. San'atkorlarga hozir navbatni beramizda, o'siratiningni, meni diskingni hammasini qo'sh. Kelin-kuyovlarimizni Shohrux reperni balanda taronasi sadolari ostida davraga taklif qilmasak, kelin-kuyovlarni ham inas nomiga uraveraman inasini sizga.